Voy qizlar, qaranglar, odam o'ziga qarasa qanday chiroyli bo'ladi. Qanaqa go'zal bo'ladi, buni qaranglar. O'zimni hozir Sherzod sochimni bo'yab shunaqa chiroyli qilib qo'ydilar. Nurikni daftariga kechikmasdan o'z vaqtida keldim. To'g'ri, 10 minut kechga qoldim, lekin bu kechirimli. Qaranglar sochimning rangini, Nurik, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ey, voy Sherzod, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Sherzod o'rganib qolgan. Sog' bo'ling, yulduz qanaqa desam. Not yulduzman-ku desam mana. Asalim, Sherzod xafa bo'lasiz-a? Shunaqa chiroyli bolani nimaga adashtirib qo'yadimi boshqalar bilan deb. Buni qaranglar, men hozir shunaqa havas qildim. Limana, krasavitsa qiz. O'z vaqtida keldim. Sochini qaranglar. Soch ulyapsizlar hozir? Ha? Yechasizlar? Yechib, korreksiya. Voy, qanaqa chiroyli. Dugona bo'laylik. Chiroyli dugonalar bo'lishini yaxshi ko'raman.